Çiğqırtıp şunda udadan men öz kızım bilen ködüm aşı aerodromның içige kiyik anı yolda kelene şu nima qilib bek vahşi bek xatarlik adam ekan chiroyga qolasangiz shunda qo'rqinchlik bizning vatandagi o'lmolarimiz diniy zotlarimiz shundan nur yig'ib turgan shunda adablik shunda chiroyli shunda ehtiromini qilib hurmatini qilib buni qo'rqinchlik Xatarga tavakkul qilgan, erkinlik uchun, hurlik uchun yo'ldan yonmagan bu Uyg'ur xonim oilasi bilan Taliban, shundaqla Xitoyning tahdididan qutulib, Afg'onistondan Italiyaga sog'-salomat yerlashdi. Ammo Afg'onistonda hozirmi 2000 dan ortiq Uyg'ur o'xshash tahdid ostida turmoqda. Assalomu alaykum. Hozir siz o'zingiz qayerda? Va alaykum assalom Guljaha. Qanday bo'ldi? Italiyaga keldim. 2 soatchi bo'ldi Italiyaga tekshirib. Erkin davlat kutishibsiz. Muborak bo'lsin. Xudoyim hamma Uyg'urlar shunda xatarlik yerlarni hammasi qutib oldi. Uyg'urlarning ahvolini anglatgan bir qancha qitimlab shu Talibanlarning to'saqlaridan o'tib aeroportda bexatar keladigan ahvolingizni ko'rsatib turgan. Shu Talibanlarning birinchi ishkidan o'tganmay bir kechani shu ishni sirtida hujjat saqlab o'tkazdik. Andan qochdi. U yerga qoldi yashadi. Jon bo'lsa jahon qoldi, hamma narsa qoldi. O'zimni qutulishim uni senada saqlab Endi Italiyaga tushib, erkinlik isqotamsiz tahdidlardan qutuldim deb o'ylayapman. Oyatdan qolsam yo'ldashim usul o'ynab ketdi, taraqlanatgan. O'ylamay qolamsa, biz Uyg'ur bo'lgan ekan, bir Uyg'ur qolgan vaziyatdan qochar. Men bu qutuldim, yana shu yerda qolgan boshqa Uyg'urdan bir bo'lsa qutulib chiqsa, xush bo'lib, rahat qilmam. Biz unda millet ama Uygur değil, millet hiç dünyada yok. Tamamen dünyanın geçtiğiniz Müslüman devleti olsun ya başka gayrimüslim olsun. Yaşandı kaç bir keçi darvazının sırtında tutup darvazının kiyemi. Mesela Yakşenbe günü aeroportka kelavdinglar shundan mı? Yaşandı kaç var. Baran darvozasi. Şu sizlar kirgan darvoza shumi? Ha, kirgan darvoza. Baş bilan kirib arasida qechibsiz siz. Bir kun kechikkan bo'lsanglar, o'sha yerda portlash bo'ladi shu. Xudoyim meni bek yaxshi ko'rdi. Chiqgan darvozada bo'libdi portlash. Oila bo'yicha tugisharkanmiz. Ikki darvoza bor ekan, endi ayarning bir yerini o'ssak, neri darvoza bor ekan. Faqat amerikalikning qulig'i o'tkicha bizga 26 soat, 27 soat ketdi. 200 metr ağırlık. Bu yerdeki o talibaların satki, o renginin satki, anadığın hakimini közü. On kural kulda. Bazında kuralın keyni bilen uçkan get, bazında kuralın uç tarafı uçkan gullarga, bellerge, mürellerge, onca uçkan get. Kimni uçsa aşı, çıray ağırıp, şunda ulunu gitken. Sizga tagdimi? Mana Xudoyim saqladi. Bulup adamni urdi deb, menga o'ltirib olib, qo'panglar azroq oldiga bordi. O'g'li kelsin, men o'zimni tutib olay deb, oldinlarga men boray deb, men o'g'lini tortib o'ynab oldiga o'tdi. Aş adam dengiz shularning ichidan aeroportga yaqinlaydigan gap shunday qiladi. Azroq vaqt bo'lsa, azroq jur'atingiz bo'lsa, 5 qadam oldiga borgan gap. Anadan keyin ashuning urushlarini ko'ngilga tutgan gap. O'g'li ular qamaymi? Mağluğum dedim, uğan uylap qamaydı. Meyli usuma sen ötüvalli. Ayni 5 adamlık. Böyle ki turbusu, namaqtan güvenzi bağı, plastik güvenzi. Aşının ulan şunda vurup, hatta sahne çiğqırtıp, şunda udadan, ma öz kızım bilen ködüm aşı aerodromның içige kiyik anı yolda kelene şu nima qilib bek vahşi bek xatarlik adam ekan chiroyga qolasangiz shunda qo'rqinchlik bizning vatandagi o'lmolarimiz diniy zotlarimiz shundan nur yig'ib turgan shunda adablik shunda chiroyli shunda ehtiromini qilib hurmatini qilib buni qo'rqinchlik gap Amerikalikning qo'liga o'tkichi oraliqda bo'layotgan ishlarmi bu? İki darvozani o'tgandan keyin ham amerikaliklar bor ekan. Yer o'tib bo'lsa, Talibanlarning bizga kuchi yetmaydi. Soat 8da maydonga kelgan, soat 10da birinchi darvozadan keldik. Men keldim bu darvozadan. Keyin dedim, "Erli o'tolmadi." Hadi o Talibanlarning hepsini oldi qo'yib, shunday yalvardim, yo'ldoshimni o'tkazmayman deb. O'z tasgibimni hech kim olmadi. Siz hozir ham ahvolni sizga deb shuni bilan qolasam su satıp kalını ötkülü koyduğun, isimlik su satıp kalını. Aşağıda su ekmek yaptıkken, bu Soçi dep kendin yuguruktan toxtadı. Toxtadı zamanım, şunun olan ayadımdan ballarım kaldı.
Neçeden bu her bir adamın ötküzet basam 100 soy vurtma desem 7-8 bala geldi kaşıma. Oy bana bırak ma ekti de. İsmini mi depti falanı depti oğla Ayşe görüp dep ayda ötkü. Yolduşum öttü bir oğlu bile bir kalayma kançılık çıkıp ura dep hemmisi vurup geldi. Şunda şunun olan bir gün ayda oldu azırak yakın basak yine grup haydi vatıdı kapı vatıdı. Hülsem mi yadımdan çıkmaydı. Adiyal binas evapken aşını telek aşağıda yaptık. Bu yatmay oltray anam anda sağlam çıkılmasam demesi yok. Can kamayken. Anda İtalya'nın askerleri gittikken askerçiliğin. Onun maşınıqısı düzden fade yine bir kamp aşı. O yemdi. Tutulak çasallığı münasıbatlık yerkenemdi. Şu İtalya'da yoluşunun tuqqanları batdı, şularga aloqalashdik degandingiz. Afg'onistondan qutqizib Talibanlardan İtaliyaga yo'llaydiganlar qatarida. Shu maydonga kirdimi? Biz kaçıp kelmesek bu muğandaki şu bizni İtaliyaga taklif qilib, neredeki davlatga nima qilgan bo'lsa, iltimos qilgan bo'lsa, shu odamlar kelib shu qalamaqanchilikning orasida sepib odamlar nima qilgan, falonining oilavatlardan bizni bu yerga kelib bu odamning bunda qochqinga qolganda to'ygan Afg'onistonda odam qamat qolishdi shu. Hammasi shu chat eldan azroq bo'lsin urug' tuqqanlar bala shu nima qilgan ekan, anadan keyin tarjimonlar shu xatni ivasilan tizimlik tashbashlarni sirliq qilatib qolishdi. Yani Amerika'nın aşında mahsus hava almashtırıştırması var vatandaşlar. Hemen devlet bizden bayrakından Afganistan'ın burunqi bayraqqidan yana tamg'isi yo'q ne qadab qo'yadi. Bir kechani ishlatib o'tkazib, chorshanba kuni aeroplanga chiqdi. 24-islami aeroplanga chiqqan kuningiz? Ha. Siz ketgan. Payshanba kuni atgan İtaliyaga tushdinglar. İtaliyaga, ha. Shunda yaxshi adamniki askarlar aeroplanishlarning qatarga tushib, shu yerda to'xtab aeroplandan tushib to'xtab, shu yo'g'on havo tashuvchi mashinani akilib bu odamni akilib aeroplanning ichiga shamol almash, sovuq shamol nima qildi, qizg'inchiliklar ketgan. Bak islabgan yani tamoq berdi, ushaq bola choklet berdi, hamma narsani berdi. Shunda bu yerda bir 2 soat to'xtadi menimcha. Tamoq qo'yib, andin endi Italiyaga ekandim. Oxiri bu Talibanlardan kechish hikoyangiz shunday qilib tamam bo'ldi bugun. Tamam bo'ldi. Hamma ishni Sibiriyani yerda pasportini elib oldi. Uy birami, necha vaqtdan keyin nupus bag'di. Xabar berganingizga rahmat. Rahmat, shunday xush bo'ldim. Kabuldagi Hamid Karzai aerodromidan 14 avgustdan boshlab Amerika askarlari va elib chiqib ketishga muhtoj kishilar kuniga necha 10 aeroplan orqali Afg'onistondan yo'tkilishga boshlagan edi. Amerika matbuotlari va boshqa xalqaro axborot vositalarining Kabuldan tarqatayotgan xabarlariga qaraganda oxirgi chekindirish navbatchi aeroplani 30 avgust dushanba kuni Kabuldan ayrilganga qadar 123 mingdan ortiq musofir to'shib ketilgan. Xabarlarda Kabul aerodromi Talibanlarning kontroliga o'tgan bugungi tarixiy kun Afg'onistondagi Talibanlardan o'rkigan musofirlarning tanlash huquqining tugaganligidan derak berar ekan. Lekin Afg'onistonda Taliban va Xitoyning qo'shlab tahdidida turayotgan necha yuzlagan Uyg'ur oilasining borligi va ularning vaziyatining yanada jiddiy bir diqqat qo'zg'amaganligi ma'lum bo'lmoqda. Radiomiz egallagan ma'lumotlardan Talibanlar Afg'onistonni egallagandan buyongi 2 hafta jarayonida Afg'onistondagi Uyg'urlarning o'zlarini Afg'onistondan Amerika ve başka xalqaro organlarning elib ketishini kecha-kunduz umid qilayotganligi ma'lum edi.